Assalomu alaykum. Penoblok O'zbekiston kanali obunachilari. Mana do'stlar, jala yog'yapti. Jalada penoblokchilar penoblok quyyapti ayvon tagida. Penobloklarimiz turibdi. Shu yerdan chiqib bo'lmaydi, yomg'ir uryapti. Tarnodan suvda oqishini ko'ryapsizlar. Ta'tillab qo'yganda videosi. Penobloklarimiz shunchalik qattiq yomg'irda ham hech narsa qilmaydi. Ko'pchilik uy qurib qo'ysam nima bo'ladi deydi. Daji uyga bir tomchi suv tekkani yo'q mana. Uygacha yetib kelgani yo'q buncha jala yog'gani bilan. Hammasi bu tomonda bo'lyapti. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming joyda yuklab berilayotgan penobloklarimiz. Tarnodan suvda oqishini ko'ryapsizlar qanchalik ko'p oqayotganini. Bu yomg'irga daraxtlar mazza qildi. Darrov yerlarga suv bo'lib oqdi. Hozir 2 minut 3 minut bo'ldi yomg'irni boshlaganiga. Hamma joy so'kib tashlayapti darrov. Penoblokdan qurilgan uy zo'r holatda turibdi. Hech qanday muammosi yo'q. Hindiston parashyoklarimiz bu ham kam qolyapti, ulgurib qolamiz. Bu ham mana shu ko'rinib turgan joy, mana shu yerda qoldi. Bo'ldi, tamom bundan ham. Qachon keladi, aniq emas qolgani. 25 kilolik qopda 1.200 ming so'm joyidagi narxi. O'rtacha 6-7 mingta chiqadi. Yomg'ir qoldi. Mana videoni boshlaganimga 2 minut bo'lgan yo'q, mana yomg'ir to'xtadi. Kamayib qoldi yomg'ir. Mana penobloklarimiz agrozina. Shu turish suvni ichida turibdi hammasi. Suvni o'tkazmay bu yoqqa qaytarib o'ryapti, qaranglar. Suv to'sib turibdi penoblok. Aytdimki, eng zo'ri daraxtlar mazza qildi. Mana yomg'irga chiqdik, quyosh yog'di. Video holi uzilgani yo'q. Qaranglar, yomg'ir qanchalik yog'ayotdi. Video uzilgani yo'q. Yerlar polni suv bo'lib ketdi. Mana bir tomondan quyosh chiqyapti. U tomonga shatirda uryapti. Ko'rinyapti u tomonga yomg'ir ko'p yog'ayotgani. U tomonga yomg'ir ko'p yog'ayotgani ko'rinyapti. Videoda ko'rinmayotgan bo'lsa, menga ko'rinyapti. Mana shu 50 metrdan keyin shunaqangi uryapti yomg'ir. Tarnovlar mana bizlarga ham keldi. Qochding. Bizlarga ham kelyapti mana. Asfaltga suv sachyapti, bizlarga kamroq yetib keldi. Boshqa tomondan o'tdimi bu? Xullas shunday, penobloklarimiz bemalol turadi, yomg'ir, qorda hech narsa qilmaydi. Qo'rqmasdan ko'ngil to'q qilib bosaverasiz. Mana suvni ichida turibdi, ko'rsatdim. Penoblokdan qurilgan uy ham turibdi. Hech qanday muammosi, yomg'irda yog'ganini ko'rdinglar o'z ko'zlaringiz bilan. Ko'rgan narsalaringizga ishoninglar, bo'ldi. Penoblok sifatli bo'lsa, yomg'ir, qorga hammasiga bardosh beradi. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming joyda yuklab beryapmiz. Penoblokdan uy qurilgan, uyni ko'rib, penobloklarni ko'rib, sifatiga baho berib olaverasizlar. Xullas, like'ni bosib qo'yamiz do'stlar. Kanalga yangi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Mana uy qurilgan. Hech narsa qilayotgan yo'q. Qishlarimiz qattiq holatda. Tayyorlari bor. Bemalol ekranga nomer qo'yamiz, telefon qilaverasizlar.